Assalomu alaykum ukalar. Xudo xolasa Xorazmdan kelgan akamiz ishlari tayyor holatda. Akamizga yig'ma temp ma'qul bo'lganligi uchun guvohi bo'lib turganinglardek korpus bilan hisoblaganda tashqari qismigacha 150 bo'ladigan yig'ma templarimiz qo'yib berganmiz. Templarimiz har doimgidek koreyskiy 650 gramm templardan qilib berilgan. Hozir zamoglarni ochirishlariga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Qanchalik tez ishlatsak ham orada to'xtab qolish holatlari kuzatilmaydi va old tomondan qaraganimizda kabinasidan 47-50 cm chiqib turgan bo'ladi. Okalar, xudo xolasa bunga qo'shib akkumulyator yashiklarimizni qo'yib berganmiz. O'zingizlar bitta ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Misoli oyna va bu bizning brendimiz Yangiyo'l Tent. Ochsanglar bo'ladi, qutlab qo'ysanglar ham bo'ladi. Akkumulyatorlar xavfsiz holatda turadi va ichiga nimadir qanaqadir mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, solib qo'ysanglar, suvdan, changdan himoyalab turgan bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri joylashgan. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.